Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz Zulayxa teleserialida Behichi obrazida ishtirok etgan sho'x va shaddod Esra Dermanjo'g'luni kino sohasiga kirib kelishi, turmush o'rtog'i, farzandlari, karyerasi haqida ma'lumot beraman. Turkiyalik aktrisa Esra Dermanjo'g'lu 1968-yil 7-dekabrda Istanbulda dunyoga kelgan va taniqli aktyorlar oilasida yagona farzand. U taniqli professor Zeynal Abidin Erdemning nabirasi. Esra Dermanjo'g'lu Istanbulda o'rta maktabni tugatgandan so'ng Shveysariyadagi Franklin kollejiga o'qishga kiradi. O'qishini tugatgandan so'ng aktyorlik studiyasida aktyorlik bo'yicha o'qiydi. Keyin konservatoriyada vokal sabog'ini oladi. Shuningdek, u chet elda turli kurslarni tamomlagan. Muvaffaqiyat aktrisaga 2010-yil boshida Moral Byuzukli 31-filmidagi roli bilan keldi. Keyingisi Fatma Gulning aybi nima teleserialidagi zararli toqat qilib bo'lmaydigan ayol mukaddesning roli edi. Keyin Esra Dermanjo'g'lu ayollar biznesi, bankni talon-taroj qilish filmida muvaffaqiyatli rol o'ynadi. Esra va Berinsat Fatma Gulning aybi nima filmini suratga olishdan oldin ham bir-birlarini tanishgan va do'st bo'lishgan. Birgalikda ishlaganlardan so'ng ular boshqa biron bir loyihada birga o'ynashni orzu qilishdi. Orzu amalga oshadi. Aktrisalar Ko'sem Sulton seriali maydonida yana uchrashishadi. Esra Dermanjo'g'lu ajrashgan va Rafiya ismli yolg'iz qizi bor. U jaz va klassik musiqani yaxshi ko'radi. Esra o'z vazniga ahamiyat bermaydigan aktrisalardan biridir. Uning vazni 75 kg, uzunligi 1.68. U jurnalistlarga vazni haqida shunday deb javob beradi: "Men o'zimni shu og'irligimda ham yaxshi his qilaman va og'irligim 200 kg bo'lishidan ham qo'rqmayman. Eng asosiysi aktrisa bo'lishni orzu qilganman va bu orzuyimga erishdim", deb javob beradi Esra Dermanjo'g'lu. Esra Dermanjo'g'lu 40 yoshida aktrisa bo'lgan. Hammasi uning tug'ilgan kunidan boshlandi. Tort kesilgandan so'ng mehmonlar undan "Orzuyingiz nima?" deb so'rashadi. Esra esa aktrisa bo'lishni orzu qilayotganini aytadi. Uning istagi barchani hayratga soldi va qarindoshlaridan hech biri uni yangi ishida qo'llab-quvvatlamadi. Esra esa bu yo'ldan qaytmadi, belgilangan maqsad sari qat'iy qadam tashladi. Uning kino sohasiga kirib kelishi shunday tarzda boshlangan. Orzusini ro'yobga chiqarish uchun Esra do'sti yordamida portfel deb nomlangan narsani tayyorladi. Bu uning turli xil roldagi qisqa videolari edi va ushbu rezyumni mashhur Ayyapim kino studiyasiga yuboradi. Ko'p o'tmay uni taniqli ssenariy muallifi payqab qoladi va mashhur teleserialning bir qismida mehmon aktyor roliga taklif qiladi. Ko'plab tanlovlardan so'ng mukaddes ketinchi roli unga nasib etdi. Oilasi va do'stlari uni xafa qilishdi. Qanday qilib 40 yoshda aktrisa bo'lmoqchisiz? Ular unga bu savolni berishdan to'xtamadilar. Esraning turmush o'rtog'i bunday o'zgarishlardan hayratga tushgandi va Esraning yangi sohada muvaffaqiyat qozonmasligi uchun harakat qildi. Esradagi ortiqcha vaznni masxara qilib, hatto uni "gubka-bob" deb atagan. Natijada bularning barchasi ularning oilaviy hayotiga nuqta qo'ydi va Esra o'zini kinoga bag'ishlash uchun eridan ajrashadi. Esra ajrashganidan so'ng darhol rol o'ynadi. Fatma Gulning aybi nima serialining kastingida ishtirok etishga taklif qilindi va unga mukaddes rolini berishdi. Esra bu voqealardan so'ng eri bilan ajrashish boshqa sababga ko'ra sodir bo'lganligini izohladi. "Meni kinoga bo'lgan ishtiyoqim tufayli emas, balki har doim har xil o'lchovlarda yashaganimiz tufayli ajrashdik", deydi o'z intervyularida. Aktrisa bo'sh vaqtlarida raqsga tushishni yaxshi. Fatma Gulning aybi nimada teleserialida namoyish etilgan shov-shuvlardan so'ng Esra Dermanjo'g'lu munosib shon-sharaflar oldi.
Esra kino karyerasini davom ettirish uchun ko'plab taklifnomalar olgan. Hozirda efirga uzatilayotgan Zuleyxa teleserialida Bekichi obrazida ishtirok etgan. Iste'dodli aktrisa yangi loyihalarda suratga tushish ishlari bilan band. Esra Dermanjo'g'luga omad tilaganlar videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, ko'rishguncha.